Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz silent blok. Silent blok. Keringlar shu haqida ozgina oydinlik kiritib ketsak. Silent blokmi, silent blokmi? Inglizchada silent blok, ruschada silent blok. Bizda xalq tilida esa silent blok, silent blok, silent blok. Xohlaganingcha atashingiz mumkin. Bu videoni nimaga chiqarmoqchiman? Chunki akalarimiz kommentariyada yozadi, silent blok emas, silent blok deb. To'ppa-to'g'ri aytasiz okajon. Lekin bizda shunaqa o'rganganmiz. Ustalar tilidan, xalq tilidan silent blok deyiladi. Lekin haqiqatan o'zi tegini olganda silent blok deyiladi. So'rashadi, men silent blokda oddiy silent blokning nima farqi bor? Farqi razmerida, uni materialda, o'zi elastik qanaqa o'zini tushashida, tashqari korpuslarda farqi bo'ladi. Masalan, mana shu silent blok Cherry Jitavlarniki mana bu yerda rezinkasi bo'ladi. Hozir bu olib tashalgan variantni yechib olganmiz. Bu yangi Mers 2.1 avtomobillar silent blogi. Bu to'g'ridan to'g'ri birga bir tushmaydi. Razmerini ko'rib olsalar, har xil diametrlari har xil. Buni takarniy stanokda periodika qilib tushiramiz. Agar ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib, podpisa qilib qo'ying. Bizani kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.